Siz intayin zerikdingizg'i. Nemishqa bu xabarni ashu do'tlarga uqtirsiz? Namanma? Naman. Anlab turing. Düşman portlatqich doriga hili ishlatdi. Darhol harakatni to'xtating. Darhol. Yani bir dana, bu zadi kimning buyrug'i? Bu havoning buyrug'i. Bo'ladi. Havoning buyrug'i bo'lsa, bo'ysunaman. Havo degan kim? U ajab hammani bildikina. Sen mendan so'rasang, men kimdan so'rayman? Amisa biz qanday qilamiz? Bizga faqat buyruqni ijro qilishdan boshqa amal yo'q. Yang Yuan. Shu tapda ko'ranglab ketayotgansan, ha? Naman, bu nimdegining? Gaping bo'lsa, o'chiqda. Nima demoqchi bo'lganligimni tushunmadingmi? Naman, yana hiyla ishlatmoqchi bo'lyapsan. Eyli ishlatgan odam dal sen. Ayta, bu qayta menga portlatqich dori berishda qanday tadbir qo'llandinglar? Portlatqich dorilarni ko'may turib bizning qanday tadbir qo'llanganligimizni nerdan bilasan? Ortiqcha gumon qilyapsan nima? O'zimdan o'tdi. Seni to'limi sal jag'lab qoptiman. Yang Yuan, sen buning uchun bedel to'laysan. Seni sal jag'lab qoptiman. Naman, biz tutishgan emasmi, ha? 100 kilogram portlatqich dori 100 nuqtada portlatish planini ishga oshirishga to'liq yetadigan tursa, albatta yetadi. Biroq JX idorasidagilar bilan sen uni menga bermaslikni qaror qildinglar. Yang Yuan, qaraganda bu qaytam sen bilan hamkorlashamaydigan o'xshaymiz. Naman, men shartiga qo'shilgan tursam, yana sen zada nima qilmoqchi? Odamlaring hozir yo'ldigu deyman. Yang Yuan, o'zingni aqlliq chaqlab, meni ahmoq ko'rayotgan o'xshamamsan. Naman! Naman! Yang Yuan, qo'lingni dong tutib ala. Sen bilan hamkorlashamaydigan o'xshaymiz. Bo'ldi, jasadni kutib turg'in. Naman! Abbas, Ha? qo'shinni yig'ib, darhol yutkilinglar. Xo'p, Yasin, bizda yana qanchalik portlatqich dori bor? Ko'p emas. Sen hali shumtekni bir taraf qilib et. Bombani uning badaniga tengangla. Qanchalik bo'lsa shunchalikni. Men o so'g'ini Amir oilasiga beradiganman-da. Yasin, aqlinga barakallah. To'g'ri. Bu qitim Yang-Yanga o'zimni rost bir ko'stib qo'ymsam bo'lmaydi. Bak, hop, to'xta. Harakatni qachon qilish to'g'riliq. O'zim buyruq beraman. Qum. Yang-Yan, biz nihayet pasif balığı düşüp kaldık. Balını öldürüp ötüş mümkün. Vaktini çın tutunlar. hop. Her qaysi gruplar dikkat. Her qaysi gruplar dikkat. Xo'jayin! 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 Xo'jayin, ishchataq. Hali shumtekni birisi qochirib yutibdi. Nima? Uningga Qodir qarab o'tadi-ku. Qodir suvaykagili chiqib yutibgan, qaytib kelsa yo'q turg'idak. Bog'lab qo'ygan tani qopdi. Tez. Qodirni chaqirib kelgin. Xo'p. Ha? 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 Xo'jayin, men do'tlik qilibman. Qodir. Yang Yuanning oldida yuzimni qo'ymading-ku. Xo'jayin,
Rahim qiling, buningdan keyin hargiz unda qilmayman. Buningdan keyin yana fursat bor deb qolgan o'xshamamsa. Ular bir qitimdila hammamizni to'liq yo'qotib yetalaydi. Abbas. Xo'jayin, rahim qiling xo'jayin, rahim qiling. Xo'jayin, buningdan keyin hargiz unda qilmayman xo'jayin. Rahim qiling. Xo'jayin, u bolani men qo'yib etmadim. Amsa kim qo'yibdi? Uni Oy, xo'jayin. Men qo'yib etdim. Uni qo'yib etinglar. Sizmi? Siz jo'ylab o'tmaydigansiz? Rostla men qo'yib etdim. Asli sizmi osi ekansiz-da? Meni bekla noumid qo'ydingiz. Shundoq. Bekri, Ha? uni ip ket. Qadir. Bu savoqni esingda mahkam tut. Men Abbas. Ha? Sen qo'l sol. Tur. Fuka, chidab turg'in, ha? Ey, tek kesmedim. Bu esingdan chiqib ketmasin, ha? Sizlar otirib beringlar. Qog'alar, men bilan menglar. Qaranglar, bir setadi-ku. Ey Fuka, ko'zingni och. Bu kimning balasidir? Bu balni men tanıyman. Amerikamning nevrisi. Balam bilan bir sinfda qo'ydi. Amir akamning nevrisi? Ha. Tez doktorxonaga boringlar. Sochqan boshliq xabar qilinglar. Tez bo'linglar, tez. Terisi azroq surilib ketibdi. Uzun qolmay o'ngishilib ketadi. Oy, canım balam, canım nevrem. Oldu bala. Jilım. Ensirme balam, hiç iş yok, uğuşlup kalırsa. Boshqaruv boshlig'i. Bu xat balamning yeniden chiqdi. Ensirme. Qayım. Bu xatni sana kim berdi? Bir ayol. Ayol? Ular uni Maryam deb chaqirdi ekan. Qayım. Shu chog'dagi ishlar elim esingda bu. Bizga so'zlab bergin. Erkekler tez bolsun. Tez. Erkekler tez bolsun. Tez. Tez bulunlar. Yetişmiyorlar. Ay, neymiş oldu? Nişanını yo'qotib qo'ydik. Loya, Lavdan,
So'zlang. Nishonni yo'qitib qo'ydik. Qanday qilamiz? Qaytinglar. Loyan, qaçsaq bo'lmaydi. Farzimcha naman qatorliqlar chiroq qilib ketamidi. Men ularni cho'qim topaman. Buyruqni ijro qiling. U yer qalin qor, quyuq o'rmonliq. Yer shakli intayin murakkab. Naman hiyligar. Sharoit biz uchun foydasiz. Shunga darhol qaytinglar. Xo'p. Naman keçipdimi? O xumparni men qo'g'lay. Bo'lmaydi. Amir taqa. Bu yerdagi ahvol intayin murakkab. U yerning yer sharoiti menga tonish. Aynili dadingiz bilan ishkimiz buzuqlar bilan ko'p qatim tutishgan. Bo'lmaydi. Naman burunla tayyorlik ko'rib qo'ygan. Ulguramaymiz. Mening mush navramni za. Amir taqa, xotirjam bo'ling. Naman qatorliqlar hamon bir kuni qonunning to'rg'i tushidi. Vey. Naman. Yang Yuan, bu qitim ufutqan hesapda bo'lding. Biroq kelay qitim undaq oson ish yo'q. Bizning 100 nuqtada portlatish planimiz seni ham odamlaringni alohzod qilib o'tadi. Keyingi nishonimiz dal sen. Esingda ching tut. Demak, düşman portlatish dorini tek ko'may turibla bizning planimizni bilib olibdi-da. Shundoq. Shung bizning gumonimiz to'g'ri. Baya uning bilan telefonda so'zlashgan ahvoldan qaraganda, uning pozitsiyasi tuyuqsizlik o'zgardi. Bu ahvol uning yinda texmi ilgar birisining borlig'ini tushuntirdi. Balkim uningga shu qo'mondonlik qilayotgan bo'lishi mumkin. Qaraganda biz haqiqiy raqibga duch kelgan o'xshaymiz. O odam 100 nuqtada portlatish planining haqiqiy qo'mondoni bo'lishi ehtimoliga nihoyat yaqin. Shundaqkan menimcha biz burunqi yeb kuchini qaytadan tekshirishimiz kerak. Chag'onga oz kunli qoldi. Shunga dushmanning 100 nuqtada portlatish planini aniqlashni cho'qim ching tutinglar. Boshqarim boshlig'i, qarang, ular tamoq yemay o'ltirdi. Nima bo'ldi? Nima ish tamoq yemaysizlar? Tamoq yarmidimi ya? Farida, siz bir boshqa tamoq yeb keling. Boshqarim boshlig'i, biz bunda qilsak intayin pasipalga tushib qolamiz. Namanni tutishimizmi tasga to'xtaydi. To'g'ri. Biz harakat planimizni qayta o'rinlashtiramiz qandaq. Mana bu masalaning hal qiliq yeri. Qaraganda bizning asosiy hujum nishonimizni xatolik bilan o'xshaydi. Asosiy hujum nishonimizda nazarimizni Namanga qaratmasligimiz kerak demoqchimisiz? O'ylab baqdinglarmi? Namanning bunday qilishida boshqa g'arz bormi qandaq? U yoqdan shahbi berib diqqatimizni boshqa yoqqa burashdi. To'g'ri. Tahlil qilishimizcha, dushmanning suiqasdi yanada 100 nuqtada portlatish bo'lsa-mu, lekin ularning nishoni yezilali emas. Balkim ularning nishoni cho'qim shahardagi ta'siri bor ma'lum bir joy bo'lish ehtimoliga nihoyat yaqin. Tushundim. Biz Namanni tutimiz davatimiz. Biroq soxta hodisdan oldinib qolmasligimiz, Namanning burnimizdan yetlab menishiga texmi yo'l qo'ymasligimiz kerak. Biz faqat Namanni tutish yoki mush yeb uch orqaliqlar parda orqasidagi haqiqiy qo'mondonlik qiluvchini aniqlab chiqa olamiz. To'g'ri. Biz avval parda orqasidagi qo'mondonlik qiluvchini tutib, 100 nuqtada portlatish planining ichki ahvolini ichib tashlasaqlar, bu bizning asosiy hujum nishonimiz bo'ladi. Bo'ldi. Kelinglar. Tamoq yeyli, ha? Tamoq yeyli. Kelinglar. To'y qilamiz. Ana yurtma. Mana. Bo'ladi. Anlab turing. Siz amal qilib, ularning ishonchiga erishib, ularning ichki qismiga kiring. To'g'ri. Dushmanning ichki qism sistemasi bilan konkret harakat planini aniqlab chiqqandilar, biz bu terrorlik guruhini bir yo'lli yo'qota olamiz. Ularning suiqasdining amalga oshishiga qat'iy yo'l qo'ymasligimiz kerak. Bu nuqta esinglarda bo'lsin. To'g'ri. Ular nab olamiz desa, bo'pti, ularga ozroq nab beraylik. Biroq bir nuqta qat'iy esingizda bo'lsinki, ularni hargizmi o'rkitib qo'ymang.
sizga qarta gumonni qo'zg'ab qo'ymang. Bo'ladi. Qarlaylis şirketining portlatish doğrusi masalasini Yangyan qatorliqlarning tekshirishiga topshiraman. Biror ahvol ko'rilsa, sizga darhol xabar qilaman. Bu gapcha sizlar hech nimani bilmaydi ekansizlar. Mening bildiganlarim mushunchalik. Bayman dedim. Partlatqich to'rini Aygul avatgan odam akeldi. Buni bilaman. Lekin men partlatqich to'ri nereden paydo bo'lib qoldi, uni nereden akeldi, shuni bilmoqchi. Buni berib Ayguldan so'rasangiz bilasiz. Qaraganda bu ish sizlar bilan munosabatsizganda? Undaq emas. Partlatqich to'ra bizning doiramizda yo'qoldi. Bu ishda mening mas'uliyatim bor. Mas'uliyatim? Qarlaylis şirketining material to'liq emas, bir masalani sezamman. Qarlaylis şirketining material to'liq emas, bir masalani sezammidik. Meningcha xalqliq odam Aygul. Partlatqich to'rini o setib olgan. Uni birovlar kuzatib ekansizda. Yo'q, boshqa bir odammi bu? Kim o? Mavanda. Mavanda? Hashim, bunda qilaylik. Men berib Mavandan topay, siz berib Aygulni teping, bo'linib harakatlanaylik. Ha, jiringlar. Partlatqich to'ra? Men Aygulga yordam qilib, partlatqich to'rini ippagandim. Nima bo'ldi? Bunda qilganingiz qonunga xilof, bilamsiz? Shundaq. Buni bilaman. Agar masala ko'rilsa, hukumatning jazosini qabul qilaman. Ash partlatqich to'rini nereden setib olgandingiz? Bir zavod konga ishlatib eshib qopti ekan. Shu yerdan akilib uningga bergandim. Nima bo'ldi? Biror ish yuz berdimi? Mavanda, Aygul bilan tanishganingizga uzun bo'ldimi? Uzun bo'lmadi. Biroq Aygul xonim intayin jalbkor korxonchi. Uning chet eldan bu yerga kelib, mablag' sog'anligi, Kusan uchun to'kib qo'shqanligi. Partlatqich to'rining o'g'irlanganligini bilamsiz? O'g'irlanibdimi? Men masalani bek oddiy o'ylabdiman. Ishning boshlanishi o'ngishli bo'lmadi. Yo'qab ketsa ketmamdi. Nayt shu partlatqich to'rigu. Men yana bor. Siz degani bormi? O'tganda sizga berganim bir qismi, men degani ozroq bor. Siz uni nima qilasiz? Siz bilmaysiz. Uni ba'zi dehqonlar tosh pochlab uy silishda, yana ba'zi kichik kon xo'jayinlari kon ichishda uni ishlatadi. Uning ustiga bu bir tijoratda. Bu qonunga xilof emasmi? Uning ustiga yo'lanishlik partlatish shirkati mas'ul ekanligini bilaman. O'z oldimga bir ish qila olmayman. Buning nimasi qonunga xilof? Hadisli qoida nizomga islab olsak, hech qanday ishni qilib bo'lmaydi. Partlatish shirkatining ishini men to'g'rilay. Bu men yana avorchilik kelib chiqishdan qo'rqaman. Uning ustiga yolqinga yana avorchilik kelarmikin deb ansiraydi ekanman. Avorchilik? Yolqin avorchilikdan qo'rqsa, men avorchilikdan qo'rqmayman. Bu ishga men mas'ul. Ma direktor. Men sizdan pek minnatdor. Minnatdor dedingizmi? Aygul, ishkimizning munosabati qandaq? Mening ko'nglimda o'ylaganlarimni bilmaysiz emas. Faqat eg'iz osingiz yelg'u kichkina ishkan, men qilolmaydigan ish yo'q. Bilaman. Ko'nglimni tushundiganlaringizni bilaman. Biroq bu yerga kelib ketadiganlar bek ko'p. Partlatqich to'ri bu yerda tursa, ko'zga chiliqib qoladi. Yana qonuniy yo'l bilan hal qilaylik. Men qaytadan iltimos qilib ondan partlatish shirkatini istay. Oldirayotgandingiz-ku. Yana saqlab tursangiz ish bitmaydi. Shundaq bo'lsin. Hamma ishni o'zim to'g'rilayman. Mundaq bo'lsinmi ya? Baxatarlik bo'lsa, u narsa bu yerda tursin. Undaq bo'lsa, o narsani yolqin oyina qo'yib qo'yay. Yolqin oyinaga demsiz? Ojib qoldingizmi? To'g'ri. Yolqindan mas'ul ko'rilgan bo'lsa-mu,
Saqchilar aniqlab bo'ldi. Shundaq bo'lgandan keyin u yer hammadan bexatar. Boshqalarning diqqatini qo'zg'amaydi. To'g'ri. Aqlingizga barakallah. Bak aqlli ekansiz. Vay. Yalqinma. Bir ishda sizdan yordam so'ramoqchidim. Sizmi bilasiz, mening hozir isklatim yo'q. Azroq melim batdi. Isklatingizga qo'yib turay. Ma'qul. Rahmat. Keyin ko'rishamiz. Saniye, meni o'til qarlaylis sherkitiga olib qo'yib, ondan bu ishni bejiring. Esingizda bo'lsin. Bu ishni hech kim bilmasin. Bo'ladi, hozirla berib bejirman. Vay. Men Aygül. Partlatqich torining o'g'irlanganligidan xabar topdim. Bo'ladi. Xotirjam bo'linglar. Xizmatinglarga cho'qim yaqindan maslashiman. Bo'ladi, shundaq bo'lsin. Kimkan? Hashim ismli bir saqchi ekan. Saqchi? Hashim, sen Aygülni yalgan gap qildi dedingmi? To'g'ri. Partlatqich dorini Mavandining tepib berganligi aniq tursa, u Mavandini tilga olmadi. Yana o'zim hal qilgan deb chingtirib oldi. Boshliq, buningda masala bormi qandaq? Egilishimcha Mavanda bilan Aygülning munosabatida bir xil yaqinchilik bor. Mavanda Aygülga oshiqlik qiladi. Har qitim uningdan gap so'rg'inimda Aygül tilga ilinsa, uning ko'z ifodasi o'zgaradi. Nima? Inchikilab ko'ztibsiz, a? Boshqarma boshlig'i, biz Aygülni ko'zib baqsaq qandaq? Aygülni emas. Mavandimi bor? Sizlar avval o'sh kishini darhol tekshiringlar. Xo'p. Yalqin. Yana mendan ko'ryapsiz. Dedim-ku, sizde xatolik yo'q. Oldin ola sizga eskartib qo'ymagan gunoh o'zimda. Buningdan keyin menga yana yordam qilasizmi? Albatta. Demoqchimanki. Qani dana. Bo'ldilar, bu gapni qilishmayli. Hay, nima yegingiz bor? Nima? Qo'sqingiz ochqa o'xshamamdi. Berib qavib yeyli. Elimi esingizdami? Kichik vaqtingizda biraqla 30 kavobni yevatgandingiz. Kichik vaqtimizga ishlarni faqat unutmayotgansiz. Acaba siz unutib ketdingizmi? Elimi esingizdami? Kichik vaqtingizda menga bir chiman do'pi bergandingiz. Men o do'pini do'stim Jiratga bersam, siz qattiq xafa bo'lgandingiz. Ham yig'lab ko'zlaringizmi ishib ketgandi. Kichik vaqtlarimiz nima degan yaxshi. Hech nimani o'ylamaydik. Aygül. Hozirmi o'xshashqo. Kiring. Sizlarni avar qiladigan bo'ldik, Aygül. Ba'zi ishlar bor edi. Sizning maslashib berishingizni umid qilamiz. Heliq partlatqich torining ishida. Hay, o ishlar aniqlangan tursa, yana nima deb bu Bo'ldi. Men yana sizlar bilan burunqidek hamkorlashman. Rahmat sizga. Yalqin apandi. Chiqib turgan bo'lsangiz. ma'qulamsa, men sizni mashinada saqlay. O'ltiringlar. Rahmat. Biz faqat bir ishni bilmoqchi. Nima ish? Bizning egilishimizcha partlatqich dorini Mavanda sizga tep beribdi ekan. Demak, sizlar Mavanda bilan ko'rishibsizlar-da.
Shundaq. Mavanda manga teppagan. Biroq u o'tirdi mang'uchi. Masala chiqqandan keyin uning ismini tilga ilishni xolamadim. Chunki uning bu ish bilan hech qanday aloqasi yo'q. Chunki u meni deb shunday qilgan tursa, uningga avarchilik deb basam bo'lmaydi-da. Siz uningga ep bering deganmi yoki u o'zi ep berganmi? Men olaman degandim. Partlatqich dori cheklangan buyum. Buni biladigansiz? Men chet elda uzun vaqt turg'ashqa davlat ichidagi qonunlarni ancha bilmaydi ekanman. U sizga qancha kilogramm portlatqich epadi? Biz shuni bilmaydi. Uning qancha kilogramm ekanligini men aniq bilmayman. Biroq ular shu binani portlatishga yetadi degan edi. Siz binani portlatishni biladi ekansizda, boshqa ishdan xabaringiz yo'qmi? Chunki uningdan boshqa ishlarni men tushunmayman. Bo'ladi. Bizga portlatqich to'ridan zodi qancha kilogramm og'anligingizni deb bering. Shundaq bo'lganda aniqlash xizmatimizga qulaylik bo'ladi. Shundaq qilaman. Sizdan yana bir ishni so'rab baqay. Siz moddiy ashyolarni yig'ilish shirkatidagi Yalqin bilan yaqin o'tamsiz. Ha, biz kichigimizdan bila cho'ng bo'lgan. Bu qitim chet eldan qaytib kelib uni uchirtib qilishimni faqat o'ylamagan ekanman. Agar xohlasangiz, kechirmishlaringizni so'zlab beramsiz. Anglashni xohlamsiz? Bu nihoyat uzun hikoya. Xohlayman. Amsa, bu hikoyani sizlarga so'zlab beray. Barliq ahvollarni birlashtirib qaraganda, navbatda portlatqich dorining yutib ketish delosida eng muhim 3 halqa bor. Birinchi, portlatqich dorini moddiy ashyolar shirkatiga qo'yib qo'ygan tursa, tuyuqsiz yutib ketishi mumkinmi? Ikkinchi, Aygul ta'minlagan eg'irlik soni bilan lavdan qatorliqlar yushan ko'mir keniga berib tekshirganda portlatqich dori setib berguchining iqror qilgan eg'irlik soni birdek emas. Uchinchi, portlatqich dorini zodi kim o'g'irlagan? Nayti to'g'ri dedingiz. Navbatdagi ahvoldan qaraganda portlatqich dori qo'yilgan joyni Aygul faqat o'zi biladi. Shunga biz Botur, Yalqin, Mavandalarning yaqindan bu yanqi ish harakatini nuqtali qilib tekshirishimiz kerak. Ular o'z atrofidagi odamlarga dedimi yo'q? Buni aniqlashimiz kerak. Rana, bu xizmatning salmog'i bek eg'irchimi? Amal yo'q. Dengiz ostidan jig'ni izlash degan shu. Berib boshqarma boshlig'iga doklad qilgach, uning fikrini anglab boqaylik. Ma'qul. Boshqarma boshlig'i bitir bo'ldim. Hay? Yana ishingiz bormi? Mening qobiliyatim bek tuvam ekan. Kim shundoq deydi? Bizga uzun bo'lmadi. Men sizga talabni qattiq qo'ydim. Yana sizni yaramaydi demadim-ku, ha? Kompyuterni ish qisilib, bu materiallarni nihoyat joyida bir taraf qilibsiz-ku. Bundan keyin dilo bejirishga qatnashsam bo'pti ekan. Qizg'iligingiz nihoyat yaxshi. Biroq aldirab ketmang. Hozirgi xizmatingizmi dilo bejirgan bilan o'xshash emasmi? Bu dilo qarta bas ko'z qarashlarim bor, deb baqsam bo'lamdi. Bo'ladi. Qanday? Demoqchimanki, biz hozir Namanning izdarkini bildik. Lekin nima uchun uni tutishimizga yuqoridan unmaydi? Meningcha buningda ikki ehtimollik bor. Birisi tek fursat pishib yetilmadi. Ikkinchisi, navbatda biz ularni umumyuzlik tizginlashdan ham yeb uchidan mahrum qoldik. Tahlilingiz nihoyat to'g'ri. Bu ikki masala hozir mavjud. Menimcha biz hozir Zo'rxon bilan Qodirdan iborat bu yeb uchidan to'liq foydalanib, bo'sish eg'izi etishimiz kerak. Düşmanning 100 nuqtada portlatish planining inchki halqalarini texmi ko'p egilib, yangidan bayqalgan yip uchiga qarta turlarga ayirib, ratlash epirib, shu orqali düşmanning ojiz halqalarini tepib chiqishimiz lozim. Sizga desam, düşman bundaq cho'ng harakat epirishda cho'qim nurg'un qiyinchiliklarga uchraydi. İşte aldırganda tamdan sakraydi degandek düşman aldırgan chaqda cho'qim chandırib qo'ydi. Bu bizning 100 nuqtada portlatish planini umumyuzlik fosh qilishimizga texmi foydali emasmi? Shundaq. Siz bularni darhol ko'paytib taqdim eting. Ma'qul. Boshqarma boshlig'i. O qandaqroq?
u partlatqich dorini o'g'irlayotganda navbatchilik qilayotgan amalliq saqchisi ko'rib qolgandan keyin yerdan yiqilib tushib mengisi yenik silkinibdi. Cho'ng chataq yo'q. O nimishqa o'g'irlagandi? Onun deyişçe birisi onu izlep gelip partlatqich dori alganligini depti. Şu çağda o yaqtisa, aylık adam onun 10 ming koy zakalat pul beripti. İş bitkenden keyin yani 50 ming koy berdiganligini aytipti. O partlatqich korpusining boshlig'i bo'lg'achqa partlatqich dori qo'yilgan joyini biladi ekan. Uning ustiga pulni jiq berganligini ko'rib, xudni yo'qtib ma'qul bo'pti. O aylık adamın kim işkelligini, chiroy turqini deb berdimi? U odam qora ko'zoynak taqib maska tatib olg'achqa chiroyini aniq ko'ramabdi. Biroq u odamning ovozining 50 necha ekanligi aniq bilinib turibdi. Bo'yining egizligi 1 metr 76 santimetr atrofida. O mushiyalik şun ahvalını obdan biladi. Malni qandaq topshirdi qolgan dedimi? Dedi. Әт сәһәрдә Шәрқтаг игызды мал тапшырды екен. У ушық келгәндән кин сорак кылганда, у андан мал тапшырылган вакытның саат 9 икәнлеген ихра кылды. Без уяга китеп барганда ондан ашкан мал тапшырык өчен көмөдүк. Mal topshirib olgan odamning adresi bilan telefon nomeri bormi ekan? O telefon nomeri bilan adresini qaldırmaptı. Biz u yerda saqlab turdik. Biroq әт сәһәрдә partlatqich dorining o'g'irlanganligi ishi tarqalib ketibdi. Partlatqich dorini setib olgan odam cho'qim xabarni angladi. Farzimcha u endi kelmaydi. Yana qandaq ahvol bor? Uni so'roq qilib bo'g'icha u yana o'shidan ketdi. U shu kelgandan keyin yana so'roq qilsa, qimmati bor jipichiq erishib qilishimiz mumkin. Bundaq bo'lsin. Rana, siz bu yerda qolib qoling. Lavdang, siz darhol Yalqiz kentiga berib, Amir tag'ini tepib, uning bilan birga zo'rxonni izlab berib, uningga ideya xizmat ishlab, uning g'am andisini tugitib, Qodirni qo'lga keltiringlar. Qo'lga keltiramagan taqdirdami, amal qilib, sizlar uningga yiqilishinglar. Xo'p. Ma'qul. Shundoq bo'lsin. Oy. Hey, Batur. Ishxonamda nima ish qilyapsiz? Qani. Keling. Rastlı bilmemsiz. Qarganda cho'ng chataq chiqadigandek qiladi. Nima cho'ng chataqga u? Partlatqich dori ekan. Partlatqich dori? Bu ishdan burunli xabarim bor. Da'vatqining burunqi ish emas, hozirqisi. Hozirqisi? Zoda nima ish bo'ldi? Aygülning bizning bu yerga qo'yib qo'ygan heliq mollari esingizda bordi? Buni bilaman. Onunga men qo'shilgan. Aşı mallarning nima ekanligini bilamsiz. Partlatqich dori. Nima? Mumkin emas. Oldingi partlatqich dorilardan chataq chiqqan tursa, u yana shunda qilami? Shuni deyman. Menmo shundoq o'ylagan. Biroq tunugin isklatni tekshirganda ko'rib qoldim. Ondaqda men bu ishni Ayguldan so'rab boqay. Nima? Mening gapimni qilishyapsizlar? Aygul. Siz yana partlatqich dorilar bilan hapilshyapsiz. Menga qo'yib qo'ygan malning partlatqich dori ekanligini demagansiz-ku. Shundoq, xato tushunib qolmang. Men sizga bu ishni tushuntirib qo'yg'il kelgandim. Bu zodi qandaq ish? Nima? Meni o'ltirishga taklif qilmamsiz? Qani, o'ltiring. Aygul, ben sizden avarçılık tepip ölüşünüzden ensirap kılıvatıman. İşlam ondaq. Men sizga so'zlab beray. Zo'rxon. O'ylab beqing. Siz ashu chil bo'ri bilan birga o'tsangiz, hamon bir kuni u sizni ishlab yaralantirdi. Qodir ashu terrorchilar bilan birlashib, buzg'unchilik qilsa, partlatsa, uning jinoyati texmi ko'paymamdi. Saqchilar bilan hukumat hamon bir kuni uni tutdi. U chaqda Qodir pushaymon qilishga ulgurmaydi. Amir tag'a, Qodirning eski odam emasligini men bilaman. O faqat ulardan pul qarz olgan. Keyin ular tarafidan eski ish qilishga kuch kirtilgan. Biroq bu ishlarni uning majburiy qilganligini bilaman. Agar u qaytib kelsa, men cho'qim amal qilib, uni gunohini tunishga da'vat qilib, biladigan ishlarining hammasini deyishga ko'ndiraman. Agar u gunohini tunisa, hukumat uningga kengchilik qilarmi, uni kechirarmi? O samimiy niyatda tövbe qilib o'zgarsa, ham xizmat ko'rsatib, gunohini juvsa, bizning qonunimiz uningga cho'qim kengchilik qiladi. Uning siz obdan tarbiya qiling. O bizga ham hukumatga ishonsin. Ma'qul. Menimcha bu masalani Qodirning o'zidan so'rsak yaxshi bo'ladi.
Aslı mundaq kende, Aygül. Meningcha, mavanda yaxshi niyat yordam qismi, lekin bu ishni qabul qilsangiz bo'lmaydi. Shu emasmi? Bu o'ynashadigan ish emas. Agar yana chataq chiqib qolsa, hech qaysimiz javob bermaymiz. Bo'ladi. Mundaq bo'lsin. Hozirla odam chaqirtay, darhol yo'tkivassin. Yo'tkivassin. Nega yo'tkivsiz? Yaxshisi, darhol mavandaga topshirib bering. U o'zi bir taraf qilsin. Bo'ladi. Ems shunday qilaylik. Yalqin. Bu qitim helimisiz bakansiz. Yana Botirg'im rahmat. Bo'lmasa yana avarchilik uchraytdim. Mundaq bo'lsin. Bugun men sahibxon, sizlarni men mehmon qilay. Bo'pti. Biroq mavanda u narsalarni darhol yetkasin. Chataq yo'q. Meryem, bu doğru bilen tengib qo'ying. Bu Yunnanning qon to'xtatish dorisi. Yari eg'izni bu doğru bilen tengib qo'ysangiz, nayt tezli yaxshi bo'lib ketadi. Qader, manga nafratlanmaydigan sen, ha? Yo'qay, xo'jayin. Qader, men sana deb qo'yay. Bu tashkilotdagi har qanday odam biror ishni qilaman deydi ekan, uningda jasorat bo'pli qolmay, balki intizomli bo'lish kerak. Mayli sen bo'l yoki men bo'lay, intizomga xiloflik qilsak, cho'qim intizomning jazosiga tortilishimiz kerak. Qader, sen mening yaxshi qarindishim. Bu holatingni ko'rib, mening mo ichim og'riyotdi. Biroq bu intizom. Buni cho'qim esingda tutishingni umid qilaman. Naman. U qizib qapti. Qanday qilamiz? Onunğa doğru ishkizing. Doktorxonaga opirish bo'lmaydi. Uni doktorxonaga opasaq, turmaga opagan bilan o'xshashli ish. Xo'jayin, chataq bo'ldi. Nim bo'ldi? Biz qo'l salmoqchi bo'lgan Sharqdaq ig'izidagi portlatqich dori isklatiga tunugun akşam nereden kelganligi noma'lum bir odam tuyuqsizla muddati burun qo'l sapdi. Nima? Zodi nima ishga? O o'g'irlamoqchi bo'lib atqanda charlab yurgan amonliq saqlag'uchi ko'rib qapti. Oqibat saqchilarning qo'liga tushibdi. Qanchalik o'g'irlabdi? Xelijiq o'xshaydi. Hozir doktorxonada ekan. Acaba Rasli Soniya bilan Salima qilgan ishmidi? Ular hijab menga demabdi. Menga nima ish demaganda? Manda Hoson Yasin. Xo'jayin. Sen hozirli shaharga kirib, Soniya ham ularning munosabatlik odamlar bilan ko'rishib, bu ishning qanday ish ekanligini uqib kelgin. Agar Rasli shular qilgan bo'lsa, bu meni ko'zga ilmaganligi. Xo'p. Shundaqmi? Rasli qiziq ekan. Bu yoqqa. Qani, marhamat. Rahmat. Aygül, chiqinglar kirib turinglar. Kaynanglarga kirma. Telefon kelib qoldi. Kimdi kelibdi? Bu ishlarni so'rab nima ish qilasiz? Sizlar kirib turinglar. Ma'qul. Voy. Xo'jayinmi? Yalqon. Yaraydı ekan sen Cuma. Ovozimni anglabla tonib olding. Nima ishdi? Bevosita yanfunimga uribsiz-ku. Bunda qilsangiz bexatarlik. Xatarlik? Seningcha men hozir intayin bexatarman? Bo'ldi. Bu gaplarni deyishmayli. Anglasam sening iskalatingda portlatqich dori bormish. Qanday bildingiz? Buni so'rab nima qilatding? Amal qilib, shu narsani menga yetkazib bersan qandaq? Bo'ladi. Biroq men oshkorlanib qolsam, mendan hargiz og'rinmang. Bu gapcha mening buyruqimni anglamaydi ekan senda. Narkini, buyruqingizga bo'ysunyapman-ku. Biroq mening tutilib qilish yoki o'lib ketish ehtimolligimga
tayyorlik ko'rib qo'yishingiz kerak. Voy, xo'jayin. Voy, xo'jayin. Yaxshi, Yalqon. Qaraganda mening bu yerlik salmaqimni bilib beqishga bak qiziqadigan o'xshaysan. Ma'qul. Әмсә шундaq келіштік. Esingda bo'lsinki, ashundaq ish yuz berib qoladigan bo'lsa, sen yaxshi moslashib berishing kerak. Nima? Qandaq moslashima? Voy. 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 Sözleşip oldunuzmu? Aygülge hamroh bo'lib turgan sen bu yerga chiqyapsiz-ku. Gapimni o'g'irliqcha anglabsiz. Nima deydigan siz? Onun taklif qilgan odam siz. Sizni chaqiryapti. Ma'qul, ma'qul. Yuring. Ha? Saniye xanım. İş bormi? Батыр, өткенде қойып қойған малны көгіл келдім. Nima? Kechikib qapsiz. Uni Aygül ep ketgan. Неме? Еп кетті? Қачан? 2 soatdan oshdi. Мұнда қышкенде, Aygül маңа дейішк үлгіремеген оқшайды. Неге кетті? Bu Aygül manga bexatar bir joyga olib borman degandi. Xotirjam bo'ling. Bexatar joyga? Ma'qul emsa. Mo'shundaqlik etamsiz? Ishxonam kirmamsiz? Yo'q. Haras, Yalqin direktor bormi? Sirtqa chiqib ketgan. Uningda ishingiz bormi? İşim yo'q. Bo'ladi, emas shundaq bo'lsin. Xotirjam bo'ling. Bu ishlarni o'zim yaxshi bir taraf qilaman. Ma'qul. Bildingizmi? Aygül Yalqinning shirkatiga qo'yib qo'ygan portlatqich to'ri yana yo'qolib ketibdi. Nima? Yana o'g'irlab ketibdimi? Meningcha uni boshqa birisi olmadi. Qizingiz o'zi o'g'irlagan gap. Nimalarni deb joylayapsiz? Aygül ikkimizga o'xshamaydi. U nimishqa o'g'irlagadek? Menda so'rayapsiz. Men sizdan so'rsam bo'ladi. Qizingiz zada nima odam? Ikkinglar pul biriktirib olgan o'xshamamsizlar? Bema'nilik. Agar men Aygül bilan til biriktirib olgan bo'lsam, sizga ishlarimizni uningdan maxfiy tuting deydim-mi? Lider, siz qizingizni qo'g'daysiz. Şoň mening qo'l silishimdan ansirab portlatqich dorilarni uning oldin yo'tkab ketishini aytgansiz. Bu gapcha men sizni ko'ldirib turibman-da, Soniya. Kulgulik gap-ku bu. Anglab turing, Soniya. 40 necha yil bo'ldi. Hech kim mendan gumonlanib boqmagan. Yana kelib men vijdonimga xilof hech qanday ish qilib boqmadim. Azaldan shundaq. Men ishinim. Lekin siz Aygülning onasi bo'lganda ekan, sizning gumonlanishim haqli. Balkim mendan gumonlanishingiz mumkin. Biroq sizga shuni deb qo'yay. Men bir ona, shundaqli bir jangchi. Mendimi bir jangchi deb bo'lishga tegishlik mas'uliyat ham kurash irodasi bor. Shunga esingizda tutingki, buningdan keyin tuxumdan tuk undirib yurmang. Agar harakatingiz Aygülni gumon paydo qilib qolsa, o chaqda siz qarlaylisi emas, balki bizga osiylik qilgan xoin bo'lib qolasiz. Bo'ladi. Sizning esingizda bo'lsinki, bahor bayramiga bir necha kunlik qoldi. Amal qilib portlatqich dorida yetarli tepishingiz kerak. Naman, havoning buyruqi portlatqich dorini o'g'irlagan odamni ujuqtirib yetinglar. Voy, men shu. Mana ketyapman. Hozirla sizni og'ili borman. Xo'sh. Soniya xona. Siz
Meni bundaq chaqirishqa qandaq petindingiz? Siz tekshirgan bir ish bor ekan. Xo'jayin meni sizni izlashga avatgandi. Nemish? Dana. O'lishgan kon zavodining portlatqich to'g'risi o'g'irlandi. O'g'irlik tushgan odam eg'ir yaralanibdi, biroq u bizning odamimiz emas ekan. Bizning odamimiz bo'lmasa tekshirib nima qilamiz? Xo'jayin uni bo'sh odam emas. Odatdagi o'g'irga hargiz o'xshamaydi deb gumon qilyotdi. Gumon qilyotdi. Bizning ittifoqdoshimiz bo'lmasa yana. Xo'jayin o'xshamaydi dedi. O'xshamaydi. Voy, men shu. Hozirlik yetib borman. Bu ishdan men xabar topdim. Xo'jayiningizga aytib qo'ying. Jiddiy vazifa yanali portlatqich to'g'ri tepish. Harakatinglar tez bo'lsin. Heliqi o'g'riga kelsak, men uni cho'qim aniqlayman. Xo'p. To'xtab turing. Bundan keyin favqulodda ahvol bo'lmasa, oshkora holda mening oldimga kelmang. Bildingizmi? Bo'ladi. Aygül, meningcha chatoq yo'q. Bo'lmasa, yana so'zlashmamdiq, ha? Ish bajarishning bunda qiyinligini o'ylamabdi ekanman. O'tiring. Qo'rqmang. Qo'rqmang. Men bog'u. Hamma ishda yordam qilaman. Faqatli bo'lmasa baho qo'shimiz. Baho qo'shimiz? Mablag'imning hammani bu turga qo'shib yetishni xohlamayman. Hech qisi yo'q. Hech bo'lmasa sizga qarz berib turay. Rasmi? Ras. Ma direktor. Halqiliq payti yana siz asqatadigan bo'ldingiz. Bu qanchalik ishdi. Biroq bundan keyin meni direktor deb chaqirmay, vando deb chaqiring. Nemishqa? Yaqimlik anglanmamdi. Yaqimlik? Men bu yaqimlik degan gapni qanday tushansam bo'la? Bu ne? Aygül. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz. Men mang'ashtiray. Mening mashinamga chiqib olmamsiz. Bo'ldi. Avu tarafda Sholiyo saqlab turmoqchi bo'lgandi. Xo'shamsiz, ha? Nemishqa amdi keldingiz? Mashina qistangchilik. Boshqa ishingizmi chiqib qolgandi? Mashina qistangchilik shu. Xalqaro savdo shahrini setib olamidik. Men topshirgan ishni qanday bajirdingiz? Har kuni shu ishga qatrayapman. Bahosi bak yuqori ekan. Qanday qilaman? Saniya. Ayting. Yaqindan beri mendan yoshirib, zodi nima ishlarni qilyapsiz? Yoshirib? Gapingizni faqat tushunamadim. O'tgan kecha nalarga bordingiz? Yana shu telefonlarni kimlarga beryapsiz? Nima? Izimga tushdingizmi? Acaba deganlarim amaliyot emasmi? Balkim deganlaringiz rostdi, lekin bu mening maxfiyatim. Deyishimning hojati yo'q. Biroq siz mening yordamchim. Biz chet eldan bu yerga nima ish qilib keldik? Lekin siz mening dardimga darmon bo'lmadingiz, ko'nglimga yoqqidek ish qilmadingiz. Xalqaro savdo shaharchisini setib olish mening muhim planim edi. Biroq siz nima ish qildingiz? Ma'qul. Amsadan nima ish qilsam bo'ladi? Bundan keyin o'z maylingizcha sirtqa chiqib ketmaysiz. Ish bo'lsa menga deb qo'yasiz. Yana xalqaro savdo shaharchisining muhiti bilan tanishib chiqsiz. Notanish odamlar bilan hargiz aralashmang. Siz da'vatgan notanish odamlar zoti kim? Buni men deb beramdim. O'zingizga ayon. O'zimga ayon. Bo'ladi. Siz mening xo'jayinim bo'lgandan keyin sizga bo'ysunaman. Mangayli.
Esingizda bo'lsinki, buningdan keyin tuxumdan tuk undirib yurmang. Sizning harakatingiz Oygulda gumon paydo qilib qolsa, u chaqda siz qor laylisi emas, balki bizga osiylik qilgan xoin bo'lib qolasiz. Buyurqimsiz harakat qilmang. Havo. Bu gapcha, bu hiliqi doktorxonaning ishigi, bu hiliqi cho'ng darvoza, bu hiliqi yotoqkanda. Xo'jayin, Qandaq bo'ldi? so'zlashdim. Bak yaxshi bo'pti. U odam ishonchlikmi? Meningcha ishonchlik. U odam zahar chekib, o'g'irlik qilib, pichoq ko'tarib odam o'ltirgachga 15 yillik qamoq jazosi beribdi ekan. U hozirmi zahar chekidi ekan. Puli yo'q ekan. Pulni uningga berevdim. O hech nima demayla, yanchuqiga soldi. Men uningga bu odamni saqchilar tutib olgan. Mening raqibim dedim. O pulni yanchuqiga silib, boshqa gap qilmayla. Darhol ma'qul bo'ldi. O sening ahvolingni bilamdi. Bilmaydi. Men uning bilan bir turmada yotgan. Hozirgi ahvolimni qilchi tushunmaydi. O odam hozir neda? Shahardagi ma'lum bir o'ltiraq rayonda bizni kutib turadi. Yaxshi. Abbas. Yaxsin. Onun mag'lub bo'lishining oldini olish uchun bir nechimiz birga shaharga kiraylik. Konkret planimiz mundaq bo'ladi. Qaranglar. Sen ishni saqlaysan. Abbas bilan Yasin ishkinglar bu o'rinda tursizlar. Sizlar nega odinglar? Qadirning badini o'tda qizib ketibdi. Faqatla amal bo'lmadi. Shuni uni bozordagi doktorxonaga olib ukol soldirib keldim. Nemishki mening gapimni anglamaysiz? Uning kesili bekli eg'ir. Uning ustiga men uni o'zim boshlab berib ukol urg'izdim. Biz saxta ism qo'llandik. Oshkorlanib qolmaymiz. Biz taksini kent eg'izida to'xtatib qo'yib, o'zimiz chig'ir yo'l bilan keldik. Hech kim ko'rmadi. Xotirjam bo'ling. Shundaqdimi? Yaxshi qilmabsizlar. Bundan keyin bundaq ishni hargiz qilib bo'lmanglar. Ma'qul. Mayli. Abbas, Yasin, yo'lga chiqaylik. Xo'jayin, bu ishqa sizning berishingiz hojatsiz. Birodarlarni avatsingizda bo'ldi-ku. Bo'lmaydi. Bu ish intayin muhim. O'zim berishim kerak. Sizlar bexatarlikka diqqat qilinglar. Ma'qul. Menglar. Bu yana shu
Esta. Haşim demiş kığıl ketken do. Qo'sig'im echib, uchaylarim dumbamga chaplashib qoldi. Ne kettikin tang, birdem saqlab baqayli. Ha, kechiringlar. Kech Keldingmi? Keldingizmi? Ne ketken tang? Qo'sig'im shundaq ichib ketdi. Mashinadan chataq chiqib qolgandi. Ichim bek siqilib ketdi. Bo'ldi. Sizlar tamoq yegilib beraveringlar. Men bu yerda qarab turay. Bo'lmasa siz tamoq yeb kiring, men birdam qarab turay. Bo'ldilar, men sizga tamoq qag'ich kelay. Bo'ldi. Sizlar issiqroq birini yevelinglar. Men qarab tursam-mu, xotirjam bo'lamansiz? Yo'q. Kutilmaganda bir ahvol ko'rilib qolsa, loyonga nim deb javob beramiz. Asta, ansirab ketgandek nemish bo'ladi? Ha? Boshliq, meni ko'zga ilmayaptam sizga, ha? Bo'ptamsa, siz birdam qarab turing. Biz tamoq yeb popla kirmizsa. Ma'qul. Beraveringlar. Ma'qulamsa. Ehtiyot qilasiz. Xotirjam bo'ling. Tamoq yeb bo'libla tezroq inib kiraylik. Bir chataq chiqib qolmasin. Ma'qul. Doktorxonaga borgandan keyin planimiz bo'yicha harakat qilamiz. O'z o'rninglarni yaxshi saqlanglar. Abbas, sen mashinada o'ltirib, mashinaning o'tini o'chamay bizni saqlaysan. Ma'qul. Siz qaysi bölümden? Men tashqi güzellikler 1-bölümünden. Ben Ecep Köbert'ken mango. Yenidik ekan. Bu yakın ismi nime? Bilmeyman. Ben asasını ko'rib baxmagan. Çokum bir iş var. Hey! To'xtab turing! To'xtab turing demoqchiman! Hey, to'xtang! To'xtang demoqchiman! To'xtang! Hey, uni tutinglar! Uni tutinglar! To'xtang! To'xta! To'xta! Shoshil, tez bo'ling. To'xta! To'xta! Qimirlama! 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 To'xta! 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 Qaranliq qilma! Turash! Yaqin kelishma! Bo'lmasa buni bo'g'izlaydimi? Yaqin kelishma! Qaranliq qilma! Qo'yma! Hemen yo'qol! Hemen yo'qolash! Oldinga bir qadam olsang uni o'ldiradiman. Anladingmi yo'q? Qaranliq qilma! Uni darhol qo'ying! Uni qo'ying! Oldinga bir qadam olsang uni o'ldiradiman. Anladingmi yo'q? Uni o'ldiradiman. Anlashdingmi? Anladim yo'q. Darhol uni qo'ying dedim. Qo'ying! Yavaş bo'l. Uni darhol qo'ying. Qo'ymasam qo'yuvdi. Biroq tapanchani menga beringlar. Ham xiyol qilma. Seni eti içimizde qo'rqmasa? Emsa men uni o'ldiradiman. Bo'ladi. Anlab tur. Qurol bizning hayotimiz. Sana bersak bo'lmaydi. Sana oxirgi qitim fursat beray. Ishkinglarchi, ha? Mashinani ochqishni beringlar. Beringlar.
Yok. 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 Benim ölgüm yok. Ölgüm yok. Ölgüm yok. Ölgüm yok. Kim? Ben Zorxan. Ben Kadir. Avazımı tanıyamadınız mı? Kadir? Zorxan. Ben sizni күнде oylayman. Sizni pek sığındım. Nima qilyapsiz? Nima bo'ldingiz? Titrep bulamayvatıman. Ölüp gidilgan o'xshayman. Qizib qopsiz-ku. Rostila qizib qopsiz. Og'rib qoldingizmi? Ha. Uzun bo'ldi kelmadingiz. Nalarga bordingiz? Oldu bunu sorma. Keçide bir tush ko'ribdim. Tushimda sizni ko'rdim. Sizdan mangu ayrılmaydigan o'xshayman. Qodir. Nemishqa yaxshi o'rganmaysiz? Nemishqa gapimni anglamaysiz? Nemishqa eski odamlar bilan aralashsiz? Nemishqa eski ishlarni qilasiz? Oldu bunu sorma. Hazır men patqaq ketib qoldim. Boshqa amalim yo'q. Yo'q, amalini qilib qo'ydik. Amir tog'amning aytishicha, yaxshi o'rgansangizlar, gunohingizga tövbe qilsangizlar, xizmat ko'rsatsangizlar, hukumat sizga kengchilik qilar ekan. Gapimni anglang, Qodir. Bo'lmaydi. Endi bo'lmaydi. Saqchilar menga kengchilik qilmaydi. Namamı meni bosh qo'yib etmaydi. Men hozir tuyuq yo'lga kirib qoldim. Aplab-saplab kun o'tkazishim kerak. Biroq Zorxan, siz bilamsiz. Kunda sizni o'ylayman. Siz bilan birga bo'lsam-da bo'ldi. Bo'lmasa Zorxan, ishkaylan, boshqa joyga ketaylik. Bo'lamdi. Qechib nagimi boramiz? Nagili borsak mayli, taqqa chiqib ketsak mayli. O'rmonlarga kirib ketsakmi bo'ladi. Siz bilan birga bo'lsam-da bo'ldi. Yo'q, mumkin emas. Hozir nagili borman qechib ketamaysiz. Gapimni anglab o'zingizni ma'lum qiling bo'lamdi. Qodir, ular yana qanday eski ishlarni qilmoqchi bo'lyapti? Menga aytib bering. O'tinib qilay, menga aytib bering. Bilaman. Biroq deysam bo'lmaydi. Ular eski ishlarni qilsa to'smoqti yo'q. Yana qatnashamsiz? Zorxan, men qatnashmadim. Menga amal yo'q. Ular meni majburlayapti. Hozir osmonga chiqay desam, osmon yiroq. Yerga kiray desam, yer qattiq. Ular hozir 100 nuqtada portlatishni planlayapti. Buni cho'qim saqchilar biladi. Naman qatorliqlar portlatgich dorini izlayapti. Mening qatnashqim yo'q. Agar bu ishga chetilib qolsa, mangu hayotlik yo'li topolmaydiganligimni bilaman. Biroq Naman qatorliqlar cho'qim muvaffaqiyat qozonamiz deb yuriydi. Men ularning Qardaylisi degan bir odamining borligini bilaman. Lekin uning qanday odam ekanligini bilmayman. U Naman bilan izchil aloqa qilib turdi. Ya'ni shaharda nurg'un odamlar bor. Ularning nima ish qilgan odamligini menga demaydi. Men so'rashga petinolmayman. Ish qilib ularning odamlari bak yomon, intayin vahshiy. Zorxan, meni majburlamang. Men ulardan ayrilmayman. Menga faqatla amal yo'q. Rastilla,
Başqa amalim yo'q, Zo'rxon. Dang, manga deb bering. Ular hozir nerede? Manga deb bersangizlar, o'zingizni qutqizib ola olasiz. Yo'q. Sizga deb bermayman. Sizga deb bersam bo'lmaydi. Sizga deb bersam, siz cho'qim o'lib ketasiz. Menmi tirik qolmayman. Bo'ldi, buni so'ramang. Hargiz so'ramang. Manga deb bering. Naman tutilsalar, shu eski odamlar tutilsalar, ondan siz qutula olasiz. Yo'q. Bo'lmaydi. Unda qilmay deb bering, o'tinib qolay deb bering. Zo'rxon, buni sizga deb bersam bo'lmaydi. Buni deb bersam, ikki yilimiz hayot qolmaymiz. Ular bek yomon odamlar. Ikki yilimizni tirik qo'ymaydi. Deb bersam hargiz bo'lmaydi. Qodir! Qodir! Qodir. Nega odam? Men beshim qattiq og'rib, badanim bak qizib ketdi. Shuni sirtqa chiqib aylanib kirgandim. Aylanib kirdim. Abbas bilan Yosin ikkisi seni ajab topamay kirdi o. Hojatga chiqandim. Hojatga? Ular hojatga borganda seni uchratmabdi? Men ichim qizib, yurgim silib shunga atrofni aylanib keldim. Qodir. O'zingni tutib ol, xudoni yo'qitib qo'yma. Yurging beksib ketsa, chatoq chiqib qolmasin yana, ha? Bildim, xo'jayin. Bo'ldi. Sen og'riq bo'lgandan keyin yetib, obdan aram og'in. Ma'qul, xo'jayin. Gap qilmamsizlar. Nima ishga gap qilmaysizlar? Ha? Sizlarga nima desam bo'la? Yeninglarda tapanchi turib, aran topgan yip uchini qarab turib yo'qitib qo'yibsizlar. Jinoiy ishlar soqchisimishdi. Orliqda men hojatxonaga chiqib kirdim. To'g'ri. Sen hojatxonaga chiqib ketgachga dushman bo'shliqdan foydalangan. Deb baqa, sen soqchimi emasmi? Bo'shlig'ing ketdi. Sen bekorga maosh olmoqchimi? Partiya xalq bizga ishini bu vazifani topshirgan tursa, mushinchilik ishini qilamisak, ularga nima deb javob qaytaramiz? Bu ishda mas'uliyat menda. Ularga qattiq talab qo'ymabdiman. Tashkilning har qanday jazosini qabul qilaman. Kechikdi. Şoňa çoqum esinglarda bolsunki, oldimizda turgan raqiblar kino televiziyadagi oddiy o'ylaydigan undaq ahmoqlardan emas. Ularmi odam. Odam nuqtasini aytganda, ularning aql farosati biznikidan tuvan emas. Bizning bu qatim ashu terrorchilar bilan ip berayotgan ko'rishimiz bir maydon hayot-mamotlik elishish. Bu bizdan Kosan shahrimizning, hatto butkul chegara rayonining tinch ittifoqlik vaziyatiga munosabatlik. Fuqarolarning hayoti ham mol-mulkiga munosabatlik. Hatta devletimizning obro'yiga munosabatlik. Boshqarim boshlig'i, biz uyaga yetib borgandan keyingi ahvol mundaq. Zo'rxon Qodirning ahvolini Amir tog'iga doklad qilgandan keyin Amir tog'i bilan saqchixona boshlig'i tash yetib kelganda Qodir allaqachon bu yerdan ketib bo'pti. Ular har qancha qo'g'labmi yetishmabdi. Qodir bilan Naman qatorliqlar turgan joy yolqiz kenti atrofi bo'lishi mumkin. Asas jihatdan jazmlashtirishga bo'ladiki, bu joyda ularning basi bor. Yana qandaq ahvol bor? Zo'rxonning deb berishicha, Qodir 100 nuqtada portlatish planini deb beribdi. U yana Naman A planini ijro qilyotdi. Qarlaylisi degan birisi bu qitimqi harakatda qo'mondonlik qilyotdi debdi. U odam shaharda turdi ekan. Qanchalik odam borligini u bilmaydi ekan.
Qadir boshqa ahvollarni demabdi. Qadirning kayfiyati qanday ekan? Kayfiyati turoqsiz, ziddiyatga to'lgan ham andish qilgan. Shunga bizga o'zini ma'lum qilib iqror qilishni xohlamagan gap. Bu yoqqa kelinglar. Biz obdaroq maslahatlashaylik. Bo'ladi. Men bildim. Bo'ladi. Yangi sho'ji telefonda yo'l yo'riq berib, bizga hozir dushman bilan vaqtni talishib, 1 minut, 1 sekundni o'tkazib o'tmasligimizni topiladi. Hozirgi muhim nuqta nima? Biz bir bo'sish eg'izini talashimiz kerak. Qor laylisi, havo qatorliqlar parda orqasiga yoshiringan. Mushundaq ahvolda biz namonni bo'sh qo'yib o'tmasligimiz kerak. Siz Naman Namanning qo'lliq odamlar orqali qor laylisi bilan havoning suiqasdlik harakatini pash qilishimiz kerak demoqchimi? To'g'ri aytdingiz, to'g'ri. Yangan, sizning qanday planingiz bor? Ma'qul, konkret qilib topaqay. Qiynamasa, so'zlab beqing.